Assalomu alaykum. Bugun siz bilan eng ko'p uchraydigan, hamma biladigan varikoz kasalligi haqida gaplashamiz. Uni davo usullari, zamonaviy davo usullari va uyda sharoitida qanday qilib o'zingizga yordam berishinglar va uy sharoitida qanaqa davo qilsa shu haqida gaplashamiz. Mening ismim Zokirxonov Shahzod. Men Flibolife klinikasining rahbariman. Flebolog, qon tomir jarroh, 25 yil tajribaga egaman. Shu sohada ishlab kelaman va har kuni ko'p kasallarni ko'rib, juda ko'p bemorlarni davolaymiz va operatsiyalar qilamiz. Demak, varikoz degani nima degani? Varikoz so'zini lotin tilidan tarjima qiladigan bo'lsak, bu kengayish degani. Varikoz asosan faqat oyoqda uchraydi. Birlamchi varikoz haqida gaplashamiz. Birlamchi varikoz faqat oyoqda uchraydi. Oyoqlarimizda chuqur tomir bo'ladi va yuzaki. Yuzaki ya'ni teri osti vena deymiz. O'sha o'zimiz ko'rib turadigan, qo'limizda ham ko'rganimizda ukol qiladigan tomirlarimizda teri osti podkojniy vena deymiz. Oyoqda ham xuddi shunaqa venalar bo'ladi. Varikozga faqat mana shu yuzaki podkojniy venalar chalinadi. Chuqur venalarda varikoz bo'lmaydi. Bir xil bemorlar keladi, ichki varikozim bor ekan deb. Haqiqatdan unaqa narsa yo'q. Ichki varikoz odamda bo'lmaydi, faqat yuzaki teri osti venalarda bo'ladi. Sog'lom odamda qon yo'nalishi pastdan tepaga. Bizda arteriyalarimiz bor, qon kislorod olib keladigan va venalarimiz bor. Vena aynan o'sha varikoz uchraydigan tomir venalarimizda klapan bo'ladi ichimizda. Shu klapanlar qonni tepaga yo'naltirib beradi, tepaga ochiladi, yopiladi, qon tepaga yurak sohasiga, yurak tomonga yo'naltirib beradi. Yurak orqali qon o'tib o'pkaga boradi. O'pkada kislorod CO2 gazobmen bo'lib, yana yurak orqali to'qimlarga qaytib keladi. Shu oyoqdagi venalarimizdan barcha venalarning vazifasi qonni yurak tomonga yo'naltirib berish. Shu oyoqlarimizda tikka yurgani hisobiga qon pastga ketmasligi uchun shu klapanlar qonni tepaga yo'naltirib beradi. Lekin ayrim sabablarga ko'ra shu klapanlarimiz ishdan chiqadi, tomir kengayib ketadi. Qon pastdan tepaga emas, tepadan pastga oqish boshlaydi. Pastga oqigandan keyin yuzaki boshqa tomirlar hammasi bir-biri bilan bog'liq. Hamma tomirlar bir-biriga qon yig'ib bitta trubkaga ulanib, qon tepaga kiradi. Endi obratni situatsiyani tasavvur qiling. Qon tepadan pastga tushib, o'sha pastdagi hamma tomirlarga kengayib, o'sha har bitta tomirchi katta tomirlarga aylanib, uzun shigillidek bo'rtib chiqib ketadi. Sharika suv quyganingizda xuddi shunaqa suv quygandek qon kengayib, tomir venasi qon hisobiga kengayib, bo'rtib ketadi. Endi har kuni yurganingizda oyog'ingizda shu tomirlar bo'rtib chiqib turadi. Varikozning asosiy sabablaridan bittasi bu homiladorlik. O'shaning uchun ayollarda yoshlik vaqtida ko'proq uchraydi. Homilador vaqtida shu beremenniy matkamiz uchun progesteron degan gormon kerak. Progesteron homiladorlik vaqtida 700 barobar qonda oshib ketadi. Shu gormon afsuski varikoz tomirlarni, barcha tomirlarni kengaytiradi, lekin genetik qanaqadir zalojen bo'lsa, o'sha o'zgarish, shu tomirlaringiz kengayib bo'rtib ketadi. Birinchi beremenlikda endi kengaytirish mumkin, lekin varikoz chiqishi mumkin. Ikkinchi homiladorlikda ozgina chiqishi mumkin. 3-4-lardan keyin уже bo'ldi, chiqib ketaveradi. Statistika bo'yicha 3-homiladorlikdan keyingi homiladorlik har ikkinchi homilada varikoz uchrash boshlaydi. Shuning uchun ham homiladorlik orasini 3-4-5 yilgacha iloji bo'lsa oralig'ini o'shing. Shunda organizm tiklanib oladi, varikoz chiqishi ham kamayib boradi. Ikkinchi sabablardan bu tikka turib ishlash, og'ir ishlash. Masalan, chet eldan ko'pincha bizning o'zimiz yurtdoshlarimiz yozadi. Og'ir ish qilganda, stroykalarda ishlaydi, og'ir narsalar ko'taradi, ularda varikozlar ko'p chiqib ketadi. Juda ko'p bemorlar kelgan, shu Rossiyalardan ham. Og'ir ishchilarda og'ir yuk ko'targan hisobiga tasavvur qiling, og'ir ko'tarsangiz oyog'ingizda qon chiqish qiynaladi, chunki umumiy qon aylanishga bu katta nagruzka beradi.
har doim bo'ladigan narsa, bitta ikkita ko'tarsangiz hech narsa qilmaydi, lekin har kuni har doim qiladigan ishlarda, o'shaning uchun ham sportsmenlarda ham ko'p uchraydi varikoz. Hammasida ham emas-ku, lekin o'sha oyoqqa ko'p nagruska beradiganlarda ko'proq uchraydi. Shtangistlarda shu ahamiyatga bergan bo'lsangiz, qo'lida ularda ko'pchilikda bo'rtib chiqadi, oyog'ida ham bo'rtib chiqadi, no, varikozga ham chalinishi mumkin. Keyingi ko'p o'tiradigan, tikka turadigan ishlarda, ayniqsa tikka turib ishlaydiganlarda ham varikoz kasalligi uchraydi. O'sha tikka turgandan keyin ayniqsa bitta holatda tikka turib qimirlamasdan tursa, mushaklar ishlamasa, mushaklar qonni haydab bermasa, o'sha turgan tomirlar ham sekin-sekin kengayib boradi. Xullas, ko'p turadiganlarga turmaydiganlarga nisbatan qaraganda deyarli 30% ko'proq uchraydi. O'sha turib ishlaydiganlar. Keyingi boshqa sabablardan ko'ra bu ortiqcha vazn. Ayniqsa ayollarda. Ayollarda ayniqsa agar varikoz birlamchi bo'lib turib, yana vazn ko'paysa, o'sha ortiqcha vazningiz ham varikozingizni ko'paytirishga sababchi bo'ladi. Endi nima belgilar kuzatilishi mumkin? Ko'rinish, bo'rtib chiqishdan tashqari. Ko'pchilik bemorlarimiz bu varikoz kosmetik holat deb o'ylaydi. Juda yanglishadi, chunki bu kosmetik holat emas, faqat kosmetik holat emas. Bu jiddiy kasallik deb hisoblasa bo'ladi. Mana shu oxirgi kunlarda mana shu haftaning o'zida ikkita bemor keldi. Ikkovi ham yoshi katta, bittasi 60 yosh, bittasi 68 yosh, bittasi 72 yosh. Erkak kishi, ayol kishi umuman varikozni bezovta qilmagan ekan. Nimaga kelmagansan, shu paytgacha davolamagansan, amani bezovta qilmaydi dedi. Birdaniga oyog'ida tromb hosil bo'ldi. O'sha varikoz kengayib tromb yaxshi, ikkalovida ham tromb chuqur tomirga o'tib ketmagan, o'sha yuzaki venadan to'xtab qolgan. Ayrim holatlarda biz ko'ramiz, tromb paydo bo'lgandan keyin chuqur tomirga o'tib ketishi mumkin, keyin chuqur tomirda trombga olib kelishi mumkin. Bu juda jiddiy holat. Xudo ko'rsatmasa, ayrim holatlarda o'limgacha olib kelishi mumkin. Ikkinchi narsa, ayrim bemorlarda bu varikoz bezovta qilish boshlaydi. Bezovta qilganda qanaqa? Oyoqda og'riq bo'ladi, charchash bo'ladi, oyoq tomir tortish paydo bo'ladi. Varikoz tomirlar, o'zi tomir, vena tomirlarida nerv tolalari ularda yo'q, ular o'zi og'rimaydi, lekin qon turib qolgandan keyin atrofida yallig'lanish chaqiradi. Yallig'lanish shu atrofdagi to'qimalarga, mushak to'qimalarga, yog' qavat, boshqa to'qimalarga venozный zastoy deymiz, o'sha turib qolgan qon hisobiga yallig'lanish og'riq beradi. Varikoz kasalligida hech qachon o'tkir og'riq bo'lmaydi. Ko'pincha kechga borib oyoq charchaydigan, og'riydigan, noyushi bo'ldi deymiz rus tilida, shunaqa og'riqlar paydo bo'lish boshlaydi. Tez holsizlanadigan, ayrim bemorlarimizda kechga borib pishib ketadigan, charchaydigan oyoq bo'ladi. Agar juda ko'pga o'tkazib yuborsa, teri rangi ham o'zgarishi mumkin. Teri rangi o'zgarish u уже trofik yara paydo bo'lishiga yo'l oldi degani. Teri qattiq bo'lib qoladi, jigarrang bo'lib qoladi, sekin-sekin pastlaydi, keyin yaralar ochilish boshlaydi. Varikoz kasalligini davolagandan keyin, ya'ni lazer bilan yopgandan keyin, bu tomirlarni yo'qotgandan keyin ko'pchilik bemorlarda yaralar tez bitib ketadi. Lekin uzoq davolamagan bemorlarda yara bitishi qiynalashadi, uzoqlashadi va yana qaytalanishi ham mumkin. Surunkali holatga o'tib ketadi, trofik yara. Shuning uchun men har doim aytaman, varikoz paydo bo'ldimi, bezovta qilmayaptimi, yoshmisiz, hali aktivnimisiz, o'sha paytda qutulish kerak. Varikozni davolashning bitta yo'li bu operatsiya. Nimaga operatsiya? Bir xil kremlar sotib oladi. Men juda ko'p reklama ko'raman. Krem sotishadi. Palon so'mga. O'zim ham bir reklama berdim, qiziqib ko'rdim. Bitta kursovul lichenasi 1 million so'mdan oshuv menga narx berdi. 1 milliona bir tiyin foydasi yo'q narsaga 1 million to'laysiz. Kommentariyada qoldiringlar, kim sotib olgan, kimga effekt berdi. Menga aytinglar, kimda varikoz yo'q bo'lib, o'sha rasmda ko'rsatgandek surgan varikoz yo'q bo'lgan. Bu bo'lmagan narsa. Bir xil bemorlar zulu terapiyaga boradi. Zuluga borganda zulu nima vazifasi? Zulu odamni tishlaganda so'lagin tarkibida gerudin degan modda bor. O'sha qonga ajraladi. Qonni faqat suyultirib beradi. Balki o'sha
turib qolgan qonni suyultirib bergan hisobiga og'riqlik kamayishi mumkin, oyoq yengilish bo'lishi mumkin. Lekin varikoz tomirlik hech haqqi yo'q bo'lib qolmaydi. Varikoz degani kengayish degani, kengayib ketgan tomir titilib ketadi. Uyingizda mana yerda yotgan gilam yillab tursa titilib ingichkalashib, ranglari o'zgarib, keyin uni otib yuborasiz. Yoki hujralarga, boshqa xonalarga tashlab qo'yasiz. Lekin uni yengilib, bu yengsiz gilam sotib olasiz. Varikoz vena tomiri ham xuddi shunaqa titilib, kengayib, klapanlari ham bujmayib, bo'ldi, buni tiklab bo'lmaydi. Shuning uchun buni bitta yo'li yo'qotish kerak. Bugungi kunda eng zamonaviy usul bu lazer usuli. Oldingi yillarda 10 yil oldin, 15 yil oldin xirurgik yo'l Sovet davrida, o'sha keyin mustaqillik vaqtida ham ko'p ishlatiladigan bu xirurgik yo'l edi. Bemor больницаga yotardi, sonini tepasidan kesilardi, narkoz berilardi, umumiy narkoz yoki beldan narkoz berilardi. Sonini tepasidan kichkina kesma qilib, o'sha kengaygan tomirning ichiga sim tiqib, sig'im bilan sug'urilib olib tashlanadi. Kim bunaqa operatsiya o'tkazgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, qanaqa o'tgan, qanchalik qiynalgansizlar. Narkozdan ham emas, o'sha operatsiyadan keyin odam juda qattiq qiynaladi, o'sha joyi og'riydi. Ishga chiqquncha bir hafta 10 kun o'tib ketadi. Ayniqsa erkaklar, ishlaydigan erkaklar uchun. Bugungi kunda varikozni davolash juda oson, juda yengil, bemorlar uchun deyarli og'riqsiz. Faqat og'riq qoldirayotgan qilayotgan vaqtida shu ukol qilinadi. Bemor shuni sezishi mumkin. Tish doktorda birinchi ukol olganini sezasiz, bu yerda xuddi shunaqa. Bir nechta ukol olganingizda igna kirganini sezasiz. Bo'ldi, yog'iga sekin-sekin varikoz kengaygan tomir ichiga mamlaqa maxsus lazerni svitovod deymiz, o'tkazgich, yana naycha deymiz, shu tomir ichiga kirgizilib, keyin bu yerda lazer nuri chiqib, og'riqsizlantirib qilgandan keyin sekin tortib chiqaramiz, tomir bo'ylab sekin tomir ichidan yopadi. Ya'ni kengayib ketgan tomir yopishib bir necha oy ichida so'rilib yuvib ketadi. Afzal tomoni mahalliy anesteziya qilinadi, bemor больницада yotmaydi, o'zi operatsiyaga kiradi, o'zi chiqadi, klinikamizda yurib, bo'ldi, bemorlar chiqib ketadi. Shu kunning o'zida ishga chiqib ketish mumkin. Shu kunning o'zida og'riq chiqmasa bo'ldi. Issiq горячий vanna, saunalar olmasa bo'ldi. Ofisni ishlar bo'lsa, boshqa yuradigan ishlari bo'lsa, bemalol chiqaveradi, yuraveradi. Operatsiyadan keyin ko'proq peshkom yurish kerak, bir oycha elastik chulki, kompression chulki kiyib yurish kerak. Yana nima aytishim mumkin? Mayda tomirchilar ham bo'ladi, kapillyarchilar deymiz, yulduzchilar deymiz. Bu holatlarda bemorlar kosmetik holat deydi. Ko'pincha ularni bu narsa bezovta qilmaydi. Unda ukollar bilan yoki dermalazer deymiz, terini lazerda, teri orqali lazerlar chiqqan, o'sha klinikamizda ham bor, o'sha lazerlar yo'qotiladi. Bu holat endi kosmetik holat. Bunda bemorlar xohlagan paytda qildirsa bo'ladi, qildirmasa ham bo'ladi, o'sha qanaqa deyarli asoratlik olib kelmaydi. Lekin bo'rtib chiqqan tomir har doim xavf tug'diradi. Ayniqsa varikozli homiladorlar bo'lsa, homilador qutilgandan keyin, 1 yildan keyin emizish tugatgandan keyin bu lazer keyingi homiladorlikka tayyorlashdan oldin tayyorgarlik sifatida varikozdan qutulish kerak. Chunki keyingi homiladorlik uchun bu tromb hosil bo'lish faktor hisoblanadi shu tomirlarda. Ikkinchidan og'riqlik bo'lib qiynaladi. Uchinchidan ortiqcha vazn yana oladigan bo'lsak, varikozlar yana bundan battar ko'payib ketadi. Bu yana undan tashqari yana qo'shimcha осложнениyaga olib keladi. Bu operatsiyani qachon qilib bo'lmaydi? Agar sizda qanaqadir og'ir kasalliklar bo'lsa, yondosh, ko'pincha yosh kattalar bo'ladi. Yurolmaydigan bo'lsa, bemorlarga yotadigan kasallarga mumkin emas. Siz aktivnimisiz, yurasizmi, qo'shimcha kasalliklaringiz yo'qmi? Xohlagan yoshingizda bu lazerni operatsiyani qildirsa bo'ladi, qutulsa bo'ladi. Shuning uchun vaqtida eng zamonaviy usul bilan qutuling. Qayerga borgan taqdiringizda ham o'sha lazer usulida qildirishga harakat qiling. Chunki deyarli asoratsiz va bugungi kunda eng zamonaviy usullardan hisoblanadi. Ikkinchi savol kelib chiqadigan narsa, operatsiyadan keyin yana varikoz chiqadi-ku, nima qilaman oldirib deydi. Bu juda nima deydi? Noo'rin qanaqadir savol deb hisoblayman.
agar varikozingiz oldirmasangiz o'sha varikoz trombga olib kelsa o'limga olib kelishi mumkin. Yazva paydo bo'lsa juda qattiq qiynalasiz. Tishingizni masalan davolasangiz karies bo'ladi. Har doim mana shu misol keltiraman, tishingizga karies bo'ladi. Baribir yana karies chiqadi-ku deb yururmisiz-ku, davolaysiz-ku, chunki agar tishingizni davolamasangiz, o'sha tishingizdan ayrilasiz. Ayrilgan tish keyin tishingizni olib tashlaysiz, keyin yana qo'shimcha xarajatlar qilib implantni qo'yasiz. Agar tishsiz yursangiz, boshqa oshqozon, ichak kasalliklari kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun tishga har doim e'tibor beraverasiz. Po krayniy mere e'tibor berish kerak. Oyoqda ham xuddi shunaqa. Oyoq sizni nima deydi, boqadi, ayniqsa erkaklarni. Ayollar bolalarini, farzandlarini katta qiladi. Shu varikozlar juda yosh, ayniqsa endi dam olaman, yosh katta bo'lgan paytda, farzandlarimdan qutulgan paytda oyoqlaringiz keyin bezovta qilish bo'ladi, qiynash boshlaydi. Shuning uchun ulardan qutuling. Yana bitta savol ko'pincha kelib chiqadi. Tomir olib tashlasak, qon qayerga oqadi? Boshida aytib o'tdim, anatomiyamiz bo'yicha chuqur venalarimiz bor. Asosiy qon chuqur venalardan oqadi. Bu tomir kerak bo'ladi-ku, Alloh bizga bu tomirni o'z-o'zidan yaratmagan-ku, nimaga uni olib tashlashimiz kerak deydi. Alloh taolo bu tomirimizni как запасной material qilib tayyorlagan deb o'ylayman. Chunki kardioxirurglarimiz bu tomirlarni sog'lom tomirni yurakga shunt sifatida, qon tomir xirurglar boshqa sohalarga shunt запасной tomir sifatida ishlatishi mumkin, agar bu varikozga chalinmagan bo'lsa. Aytmoqchimanki, sog'lom odamda ham yuzaki teri osti venalarni agar olib tashlasa, sog'lom odamga umuman hech qanaqa zarar yetmaydi. Varikoz kasalligini olib tashlasa, bu naborot odamga sog'lomlashtiradi, oyoqdagi asoratlarni oldini oladi, varikozning asoratlarini oldini oladi va oyoqlaringiz yengil qiladi. To'g'ri, operatsiyadan keyin yana homilador bo'lsangiz, bir necha yildan keyin yangi joyingizda varikoz chiqish ehtimoli baribir qoladi. Chunki varikoz kasalligi bu surunkali kasal. Shuning uchun ham har doim kuzatuvda bo'lishingiz kerak. Homilador bo'ldingizmi, osmotrga kelib keting, Doppler qiling, flebolog tavsiyalarini oling. Elastический chulki albatta kiyib bering. Elastический chulki haqida alohida yana bitta video qilaman. Buni shu flebolog aytganini qilib yursangiz, yangi chiqish ehtimoli kamayadi va endi yangi chiqqan varikozni kichkina ukollar bilan to'xtatib qilish ehtimoli bor, katta operatsiyalarga olib bormasdan. Shuning uchun ham katta varikoz lazer bilan olib tashlaganingizdan keyin mayda tomirlarni keyin ukollar bilan arzonroq ham bo'ladi, yengil bo'ladi va oldini olmay ham olasiz. Shuning uchun shu narsalarga e'tibor qilish kerak. Endi har doim savol tushadi, uyda varikozni qanaqa davolasa bo'ladi? Aytganimdek, uyda varikozni umuman hech qanaqa davo bo'lmaydi. Vrach tabletkalar yozib bersa, yengillashtirib berishi mumkin. Uyda faqat siz o'z-o'zingizga o'sha ko'payishni oldini olish uchun, ko'p asoratlarga olib bormaslik uchun elastический chulki yoki golfik yoki kolgotka kiyib yursangiz bo'ladi. Chulki haqida alohida yana video qilaman. Elastический chulkimiz 2-klass kompressiya, siqish darajasi 2, lekin razmerlarini o'sha sotadigan aptekalarga borib, oyog'ingiz razmerini o'lchab oling. Bizning klinikamiz qoshida bunaqa apteka bor. Ko'pchilik bemorlarimiz bizdan chiqqandan keyin pastga tushadi. Xuddi ishchimiz oyoqlarining razmerini o'lchab tavsiya qiladi. Latviyskilar, shvetsarskiylari sifatiga qarab, narxiga qarab bemorlarimiz tanlab oladi, lekin 2-klass kompressiya olib, pastdan taqib yursanglar, oyog'inglar yengil qiladi. Sразу aytib qo'yaman, mazlaga pulinglarni ketkazib yurmanglar. Bir tiyin foydasi yo'q, umuman foydasi yo'q. Sal yengillashtirish mumkin. Undan ko'ra aptekadan geparinovый may sotib olsanglar yoki liaton may sotib olsanglar, o'shani sursanglar, xuddi shunaqa effekt bo'ladi, sal yengillash mumkin. Lekin aytib qo'yaman, mazlani ham bir hafta 10 kundan ortiq surish mumkin emas. U ham ximический modda. Organizmingizdagi teri rangiga ta'sir qilishi mumkin, quritadi, qichitadi, allergik toshmalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun unaqa obligatsiya qilmang kremlar bilan. Undan ko'ra flebolog ko'rigiga bir marta boring, bir marta tavsiyasini oling.
o'sha bergan tabletkasini onda sonda ichib tursangiz bo'ladi. Flebotonik preparatlarimiz bor, ular deyarli xavfsiz va uzoq vaqt homiladorlik ham beramiz, ichib yursanglar bo'ladi. Majlardan ko'p foydalanish kerak emas, asosan elastiskiy chulki. Uyda yotganingizda, dam olganingizda kiyish shart emas, lekin yurganlaringizda, og'rish qilganlaringizda albatta kiyib yuring. Lekin bir kun emas, o'sha qarorga kelib, lazer yo'li bilan varikozlaringizdan qutulishga harakat qiling. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Har doim savollarga javob beraman. Videom yoqqan bo'lsa, shunaqa varikozi bor tanishlaringiz bo'lsa, ularga yuborib qo'yinglar va like bosib qo'yinglar. Ko'pchilik odamlarga bu video tarqalsin. Agar bu video ko'pchilikga foydasi teggan bo'lsa, men juda xursand bo'laman. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha xayr.